Voy, ayiqcha. Ha, sengamidi? Ha, degana yigitim tashab ketdi. Buncha xunuk. Ha, qiz bolaga ham ayiqcha beraman. Qiz bolaga bir gul bersa bo'lmaymi? Rostdan ham. Ot verdimi? Turfa gullar. Voy, qara yigitim jo'natdi. Sen ne chiroyli qizga shunday ham gul jo'nataman? Shurkiga o'xshab yotibdi-ku. Nima qildiysan? Hozirda Telegram gruppa chiqqan. Hamma noshukr qizlar gullarni ana shu yerda sotyapti. Botir, 15-20 mingga ketar. Men bergan gul Telegram gruppada sotilyapti. Tushunmadim. Gulimni sotding, ishonchimni yo'qotding deb yozibdi. Nima qilay? Gulingiz sassiq yuvilmagan qoshig'im, sochimdan ko'p oshig'im deb yozib ya. Xafa bo'lib qoladi. Nabarot, yigit kishini qancha o'zingdan uzoqlashtirsang, shuncha yaqinlashadi. Yaxshi ham borsan degana. Chachimdan ko'p oshig'im shashmay turibdi, shartta boshqasiga uylanib ketaman. Ana shunda kalligingni tushunasan. Yigitim uchrashib gaplashmoqlik qilyapti. Qara chiroylimi? Abbo, deding o'lik tug'ilganmi degana? Turishini qara bu ko'ylagingni, sochingni qara, qancha jo'g'ansa oxirgi marta. Aptingni qara. Hozir o'zim seni uzumda suvdek qilib qo'yaman. Я маленькая пчелка, я целый день жужжу. Не садик ты не... Sohib Jamil bilan maqliq kelyapti. Assalomu alaykum, guppicham. Tarqaldimmi? Men buni osmonda oy desam, bir parcha loyku. Men ham shunga hayronman. Sizlar kelishgan yigit kep shu qizni tanlaganiga. Kim tanlashim kerak? Atrofingizga qarang, bir yaxshilab qarang. Kim chiroyliroq? Rostdan ham sizdek chiroyli qiz turganda shunga aylanaman qora tapidek qilib. Gullarni sotib berdingmi? Turjo'qi. Menga turmushga chiqasizmi? O'zi yo'g'dirdim. Mayli, begona emassiz, dugonamda yigitsiz. Roziman. Voy, o'zikka ko'z qo'yganday bo'ldi. Ketdik. Menchi? Sen o'zing ham bilvoy, boshqa qizlarga ham aytib qo'y. Qo'rqmangizlar dushmanni begonasidan, do'st chiqmaydi qizlarni deganasidan. Bu hayot seni menga berdi.